Ular jinoyatlarni fosh qilish va oldini olish o'rniga faqat mikroavtobusda shahar aylanish bilan band. Prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxtning 2 amaldorini shunday tanqid qildi. Gap Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Ravshan Sultonxo'jayev va poytaxt prokurori vazifasini bajaruvchi Anvar O'rmonov haqida ketmoqda. Davlat rahbari Sultonxo'jayev va O'rmonov 12 ta tuman hokimi, ichki ishlar boshlig'i, prokurori, mahalla yettiligi va jamoatchilik bilan hamjihat ishlaganida 7,5 mingta jinoyatning oldini olgan bo'lishlari mumkinligini qayd etdi. Shu boisdan mazkur 2 mansabdorga hayfsan berilib, 6 oylik sinov muddati tayinlanishi belgilandi. Prezident raisligida o'tgan yig'ilishda ma'lum qilinishicha, hozirda respublikadagi 208 ta tuman ichida Chilonzor oilaviy zo'ravonlik, talonchilik, bezorilik bo'yicha, Yunusobod esa bosqinchilik bo'yicha birinchi o'rinda turibdi. Shavkat Mirziyoyev bu tumanlarda ichki ishlar boshliqlari yangilanganini qayd etib, endi ular tashabbus qilib hududida jinoyatchilikni jilovlash bo'yicha keskin o'zgarish qilishi kerakligini ko'rsatib o'tdi.